Hammaga salom, hurmatli do'stlar. Bu videoni ko'rishlaridan oldin men sizlarga bitta narsa aytib qo'ymoqchiman. Bu videoni men animatsiya qilganman va xullas boshida animatsiya qilgandim. Videoni olgandim. Keyin qarasam video g'alatiroq chiqqan ekan. Shuning uchun qiziq joylarini mana shunga terib qo'ydim. Sizlarga yoqadi degan umiddaman. Animatsiya bo'lsa, bu hali ham tugallanmagan. Video to'liqmasligining sababi video haligi tugallamagan oxirigacha. Ikkinchidan, umuman kulgili cringe chiqqan kulgili joylardan bo'lsa mana shu yerga tegganman. Uchinchidan keyin bo'ldi shekilli. Mayli, приятного просмотра. Aytmoqchi, bu videoni tushunmagan joylaringizda men tushuntirib ketaman. Shunda tushunmay qolmaysizlar xullas. Приятного просмотра. Всё вдруг в тишине постучалась двери. Bu videoni где-то o'rtarog'i. Bu yerda men haligi qo'shiq aytib, o'zimcha videoga ovoz qo'yapman. Ovozlarni yozib oldim xullas. Ты ко мне неужели верю и не верю. Mayli, bu sizlarga qiziqmas, o'tkazaveramiz. Xullas hammasi tayyor. Hozir sizlarga ko'rsataman. Lekin eshitganinglardan biror narsani tushunasizlar deb o'ylayman. Qanaqa animatsiya? Qanaqa? Nahotki hech qanaqa animatsiya qila olmasam xullas. Kellimga zo'rg'oy keldi. Kallangga qo'yam. deb bo'ladi. Portlaydi ekan hammasi. Bu ssenariy edi. Bu ssenariyni boshida o'ylab topganman. Bu videoda yo'q. Qanday qilib ssenariyni o'ylab topganim. Xullas, bu yerda bo'lyapti. Boshida men o'tiribman xonada. Kattaroq xonada. Unchalik katta bo'lmagan, meni mana shu o'zim xonamga o'tirgan xonamga darvozani bilan pulini tepib chiqib ketdi. Kechalik katta bo'lmagan xonada o'tiribman. Balki kattadir sizlar uchun, men bilmayman. Xullas, men o'tirib u yerda o'ylanyapman. Boshida deyman. deb boshimni ko'tarib og'zimni katta ochaman animatsiyada. Keyin bo'lsa boshimni haligi devorga uraman, toq yoki devor, taxtaga xullas, taxta narsaga. Boshimni taxtaga urib doq qilib o'ylanaman xullas, uraman. Keyin ishtonimni yechib olib aylantirib aylanib yuraman stolda taxtani atrofida. Keyin bo'lsa bir kadrda bir tomondan kadr emas, ana tarzda o'tirib olib xullas hozir ko'rsatishga kerak. Yo'q, bitta narsa qo'yamiz. Buni o'chiramiz. Buni boshiga qo'yamiz. Yoki qo'ysa ham bo'ladi. Xullas kadrda bir tomon siypanib ketaman-da. Siypanib buni tomonga o'tib yo'qolib ketaman. Xullas shunaqa. Bo'ladi. Keyin bo'lsa qanaqa o'zim so'rayman xullas. Qanaqa animatsiya qilsam ekan. Nahotki hech qanaqa animatsiya qilishga qodir bo'lmasam. Ya'ni ssenariy topishga demoqchi edim xullas. Lekin yozganim o'lib ketmaydimi? Xullas, animatsiya qilishni tezroq boshlashimiz kerak. Xo'p, boshida bitta kattaroq xona chizamiz birinchi. Kattaroq xona, xo'p. Chizib olib keyin davom ettiraman. Kakras. Kakras to'g'ri keldi. Endi og'zini ochamiz tirksaydi. Xullas, videoni bu qismini esa o'sha boshingisidan ancha keyin olganman. 1-2 haftadan keyin o'zim aytganman bu videoda. Shundan keyin davom ettirganman. Shu davomini. Shuning uchun juda ham uzoqqa cho'zilib ketgan va chiqmagan. O'sha kundan bir necha hafta o'tdi deb o'ylayman. Lekin men o'sha animatsiyani qilishda davom etaman. Bu meni to'xtatib qololmaydi. Demaydi hech kim. Buni faqat men aytaman. Bilasizlarmi? Haqiqiy jentelmen qanday qilib kuladi? Men bo'lsa bunday qilib kulaman. Oddiy odam bo'lsa mana bunday kuladi. Yo'q, bunday emas. Ana hozir. Yosh bola bunday qilib kuladi.
What the yo'q, yosh bola ham bunaqa qilib kulmasdi. Xullas, xo'p, qanaqa animatsiya qilsam ekanni davom etamiz. O'tgangi qismda men mana uni qilishga ulgurgandim. Qanaqa ya'ni o'tgangi qism emas, balki o'tgangi qismdir. Balki bo'lib jo'nataraman, YouTube'ga chiqaraman. Xullas, davom etamiz mana shuni. Menga bilasizlarmi? Adashmasam, mana shu yeri qanaqadir boshqacha va g'alatidek tuyuladi. Shuning uchun buni olib tashlayman, albatta. Va narigi 3 ta kadr qo'shamiz. Narigi 3 ta kadrni olib tashlaymiz. Animatsiya qilish juda ham qiziqarli narsa. Chunki animatsiyada любой xohlagan narsangizni haligi trik qilsangiz bo'ladi. Masalan, animatsiyada kalla suv olib turib o'tirsangiz ham bo'laveradi. Animatsiya qiziq narsa, ha. Shuning uchun aynan menimcha aynan shuning uchun ham animatsiya menga yoqadi qilish. Mayli, sizlar bu yerga meni ahmoq va jinnicha ovozimni eshitgani kelmadinglar. Shuning uchun animatsiya qilishda davom etamiz. Eriksay, seni qo'shiqlaring rasvo, sen aytgan ovozlaring ham rasvo, hammasi rasvo, o'zing ham rasvosan, pes. Ahmoq, axir hatto senga ham ovoz beryapman-ku. Va! Menda bunaqada mana shu wow degan narsalarni eshitganimda kallamda davom etadi-da shu narsa. Va! Apegud. Taralalala. Zerikib qoldingizmi? Zerikmang, bizda musiqiy tanavvuz. Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head, a million dreams keeping me awake. I think of that the world could be a vision of the one I see. Oh. Xo'p, bo'ldi. Endi ko'raylikchi. Qanaqa. Tak, demak, endi bundan buyog'i qanaqa animatsiya bo'lsa, fonga to'g'ri kelmaydi, shuning uchun biz boshqa fondan foydalanamiz. Hozir buni kopirovka qilamiz. Kopirovka. Xo'p, qanaqa animatsiya qilsam ekan nuqta. Endi esa buni fonini o'zgartiramiz. Uzur. Tak, uzur bizga kerak emas, bizga o'zimizni klassический vrag'imiz kerak. Klassический vrag'imizni topolmayapman, bedodlik. Adashmasam mana shu bo'lishi kerak. Bu yerdan olib tashlaymiz va boshqa joyga ko'chiramiz. Xohlaysizlarmi, sizlarga Lukan ovozida gapirib beraman? Xohlamaysizlarmi? Menga baribir deb. Bilasizlarmi, men Lukaga qanday qilib ovoz berganman? Shunchaki Lukan o'zi ovozi yosh bolaning ovozi edi. Shuning uchun men ovozimni biroz qisganman uni ovozini o'xshatish uchun. Xullas ovozimni qisib gapirishimga to'g'ri kelgan. Yo'q, qisib emas, ingichkalashtirib. Ikkovi bir xil narsa, to'g'ri. Bedodlik, nimaga bo'lmayapti? Mono funksiyani qo'shibdi. Bu bo'lsa men uchun juda ham katta yangilik va bedodlik. Men chiroyli ko'rishni bilaman ekan. Lol. Beeline naqadar ligit. Egan men haqida gapirgan shunday. Men uchun bedodlik Beeline. Mayli. Nicho. Meni obunachilarim uchun Beeline bitta qo'shib qo'ydim.
Hali hech qisi yo'q. Artemis narsalar uchun jahlni chiqarish bu yaxshi emas. Shuning uchun o'sirgan holda ishni davom ettiramiz. Adashib og'zimni o'sirib qo'ydim. Matushka земля, белая березонька degan qo'shiqni eshitib qoldim bugun ertalab. Yo'q, bugun ertalab eshitmadim. Bugun ertalab o'zim telefonimga ustanibga qildim. O'zi ham yomon, yaxshi va chiroyli qo'shiq ekan, xullas menga yoqdi. Qanaqadir o'rislarni sodda mas'ullar, lekin ana shunaqa o'rislarni sodda qilib ko'rsatadigan bitta qo'shiq ekan. Bitta qiz o'zi haqida aytganmi, xullas, o'zining sevgisi haqida aytgan, keyin ona yurti haqida aytdim, bir-birini qo'shib tashlagan, xullas, hozirgi qo'shiqlar shu, bilasizlar o'zingizlar ahvolda. O'zim ko'rsamasam tasavvur qilyapman birinchi qo'shig'im. Yo'q, tasavvur qilmayapman, hazillashdim. Матушка земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других Beeline. Shuncha eshitib ham kallamga kirmabdi, haligi. O'zingni bos. Tak, meni o'tirgan qilib tuzish kerak. Qanaqa animatsiya? Balki kallamni kattalashtiramiz. Matushka balki yelga qo'sharmiz. Yo'q, yelga oshish. Riksaydan bir kun so'rashdi-da. Hozir Riksayning ko'zini tuzib olay. Riksay, bilasanmi? Sen aslida isming kimligini? Pam. Shunda Riksay javob beribdi. Ay, dot. Beeline. Ну прошу, давай. Ты серьезно? Да. Shunda Riksay javob beribdi. Ha. Bu Hindni ismi. Qanaqadir Hindni ismi ekan, xullas. O'zim ham ancha oldin bilganman, Beeline. Bilib turib, o'zim ham qanaqadir g'alati olib ketdim. Riksay o'ylaganimda bu Riksay qanaqadir amerikancha yoki yevropacha ism deb o'ylagandim. Ism bo'lishi mumkin deb o'ylagandim. Afsuski bu ahmoq va beaql. Yo'q, beaql desam g'alati bo'lib ketar. Nodon. Matush. Yaqinda yana haligi boshda sal oldin aytdim bitta qo'shiqni. Kuzavinay ala. Xullas, million dreams, ya'ni millionta haligi orzular degan qo'shiqni eshitib qoldim. Qo'shiqni eshitdim. Yaqinda ham emas, xullas qishda. Tushuntirib o'tirman. Bu videoni men adashmasam shu bahorda boshlarda olganman. Ancha oldin. Deyarli ancha oldin. Desam ham bo'lar ekan. Xullas, bu muhim emas. Xuddi shunday. Kuzavinay alay in bed, brightest colors fill my head, a million dreams are keeping me awake. Ko'zlarim mana qilib qo'ysammikin? Qanaqa animatsiya deb siqilayotganga o'xshayapman. Menimcha yo'q. Ko'zlarimni yanada qisish kerak meni. Qanaqa animatsiya? Ko'zlarimga ko'zim qo'yish kerak. Pam. Pam. Ashni eslab o'tyapti. Among Us. Among Us. Mana uni endi men desa bo'ladi. Pam.
Pam 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 pam. La 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 la. Portlashni o'xshatib beraymi? Hozir. Hozir. Menimcha o'xshadi deb o'ylayman. Agar o'xshamagan bo'lsa, montaj qilib yuboraman. Yo'q, hazillashdim, montaj qilmayman. Montajni videoning oxirida qilaman. Lekin buni aniq montaj qilmayman, chunki desam o'xshamagan bo'lsa o'lib ketay. Pam 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 pam. Ko'zim tagiga yaxshi qorachiqlar chizib qo'yaman. Ko'z tagiga qorachiq. Ha, bunaqa gap faqat REEXI dan chiqadi. Ya'ni REEXI dan. Yo'qda. Bekor buncha yo'q. Menimcha mashariga degan qo'shiq tushadi. Gitarada chaladi-yu. Qanaqa animatsiya? Qanaqa? Nahotki hech qanaqa animatsiya qilishga qodir emas bo'lsam, yoki hech bo'lmasam ssenariy topishga. To'xta. Kallamga zo'rg'a keldi. Yo'q. To'xta. Kallamga zo'rg'a keldi. Shunda bittasi keladida. Eshik ochadi. Kallangga qo'yam. Deb boradi, men portlab ketaman. Bye, bitch. Что ж, bo'ldi. Agar sizlarga shu video yoqqan bo'lsa, like bosinglar va kanalimga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Hammaga xayr va omad.